O'shanga qarab ketaveradi. Narxi ham o'shaga qarab ketaveradi. 1 tonnasi 700 ming bo'lgandan keyin 100 kvadratga xohlasa 10 tonna bossin, xohlasa 12 tonna bossin. Bu endi joyda egasini ishi. Cho'ntagiga, imkoniyatiga qarab xohlagan stilida bosib beradi. Hozir shunda 1 tonnasi 700 ming so'mdan nima ichiga kirib ketadi? Aka, vodiyni buyog'iga 700 ming so'mga kirib ketadigan narsa asfali, dastlabki xizmatni yetkazib berish, asfaltni yoyib to'g'irlab berish, tagidagi uklonlarni 1 metrga 1,5 santimetrdan uklon olib, apparat xizmatlari hamma yo'q shu 700 ming ichiga kirib ketadi. Xullas 700 mingdan tonnasiga sanada qolgan hamma narsani o'zingiz Hamma qilib berasiz. narsasi ichiga kirib ketadi. 500 kvadratdan kattaroq obyektlar bo'ladigan bo'lsa, har bir 100 kvadratga bittadan chakmanni pulini o'tib beramiz. Zasipkasiga 500 kvadrat obyektga bir chakman zasipka ichida keladi. Ash 700 ming ichida egasi pul sanab beradi xolos. Bitta miqqa ovora qilmaymiz aka. Aka, hozir bu akalarimiz yay berishyapti-yu, yaqindan bitta ko'rsating-da. Bu hozir Andijonda Chinobod bo'lsa, aytdingizki, Farg'onadan chaqirtirib olib keltiryapman. Farg'onadan chaqirtirib olib kelyapman, space mashinalarda keladi. Hozirgi ko'rgan shu katta havo mashinalaringiz, hozir yangi texnikalar gulishtirib, o'tkulangan bo'ladi. Qizdirib issiq gradusda 210 gradusda chiqib keladi, 180 gradus, 190 gradusda yetib keladi. Gap yo'q. Hozir xudo xolasa hamma xizmat ichida olib kelishi 500 kvadratdan oshiq bo'lsa bitta chakman bepul, texnika bepul, akalarimizning xizmati siz bo'yningizga olasiz buni hammasini. Garantiya qancha beramiz aka bu ishga? Garantiyasi aka aspalimizga zavod chiqarib bergan aspalga 1 yil garantiya beramiz. Xizmatimizga servisi 5 yil katta ko'chalarga, xonadonlargacha 2 yilgacha xizmati bekariga, qayerdadir ko'chib nimadir bo'lsa kelamizda yangilab beramiz aspalni. Uyga egasi o'zi aka bu ishni ichida. Aka men dadam 30 yildan beri ish qiladi, bizga ota kasb aka. 30 o'zingiz qanchadan beri? Men 34 ga kirdim, vallohu alam bir 15-16 yildan beri mashina ichida o'ralashib yuramiz. Lekin tog'am 30 yildan o'tdi. 30 yildan beri videolarini joylab ketamiz do'stlar. O'tgan safarga olgan videomiz. Mana shu odam 30 yildan beri bunaqa ko'chalardan, bunaqa uylardan juda ko'piga asfalt yotkizib bergan odam. Tajriba bor. Bundan tashqari o'zi tavsiya beradi. Kirganda joyiz bir xilgilarda joyi bo'ladi, yumshoq bo'ladi, bir xilgisiniki toshli bo'ladi. Shunga qarab maslahat beradigan odamlar qilib beradi bu narsani. Hali ertaga bostirgandan keyin pul sarflayapsiz. Hamma ham do'stlar, bolam chaqamda ishlab yuribdi. Pulni beryapsizmi? O'shangacha xizmat qilib beradigan odamlar bo'ladi. Xudo xohlasa. Gap yo'q. Vodiyga aka tog'da bag'iga libo joydan telefon qilsin. Qizig'i yo'q aka. Xo'p, buyog'i Shohimardon, bu Andijonda siz Xonobod. Xonobod tomonlariga 750 mingga boradi. Xo'p, buyog'i mana Shohimardon tomonlariga. Vodiyda o'ta chekka tomonlariga 50 ming so'm yo'l kirasini hisobiga qo'shiladi. Katta mashinada borishi ham bor. Katta mashina menga hozir Chinobodga matga qaysidir summaga olib kelsa, Baliqchigacha boshqa summaga olib boradi. Uzoqlashgan sari aka Kosonsoy u tomonlarga 750 mingga chiqadi. Namanganni yangi